Cobalt bor akalar, sizlarga basli muzika eshitishda nastroykasini o'rgatib beraman. Ko'pchilik nastroykani уже bilmas ekan, qayerdan kirishdi, ko'rishdi. Ular videoda oxirigacha ko'ring, men sizga o'rgatib beraman. Ko'p gapirib o'tirmayman. Knopkani ezamiz. Oxiriga tushsak, nastroyka setting. Buni bitta bossak, qarang aka. Oxirigacha tushamiz. Oxirigacha hamki bitta o'tkazgan nastroyka zvuk. Bunga kirganimizdan keyin низкий частота. Kiramizda 11 qilib beramiz. Bu nastroyka nimaga ishlaydi? Ko'proq o'zin zavodskiy kolonkasida basli muzika ishlaydi. Hammasini 11 qilib chiqamiz akalar. 3 ta mana. Низкий, средний и высокий частотani 11 ga olib boramiz. Mixer 6, buni 0 ga olib tushamiz akalar. Qolganiga tegmaymiz va nazarni bosib ketamiz. Bitta muzika qo'yasiz, basli. Sizga yoqsa, o'xshasa kommentariyaga barakalloh deb bizga obuna bo'lib qo'ysiz. Biz sizga Cobalt haqida nima ma'lumot bo'lsa, nima life hack bo'lsa, xudo xolasa video qilib chiqaramiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qanaqa mashinangiz bo'lsa kommentariyaga yozib keting. Xuddi o'sha mashinaga nima haqida video kerak bo'lsa yozib keting. Nimadan qiynalyapsiz, nimaga tushunmayapsiz, biz chotki nima deydi, life hack qilib sizga oson yo'llarini o'rgatamiz. Xudo xolasa yangi Cobalt olganlar, qo'llov bosib mashinalang, bilmagan bo'lsalaring, o'rganib olgan bo'lsalaring, kommentariyaga barakalloh deb yozib ketish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.